Короче, bu vlog. Nechidir. Xo'sh. Yana o'sha masala bo'yicha davomi. Aka 3 ta keldi. Chiqib ketdim, borib aylanib, короче 3 ta qaytib keldim. 3 dan, ozgina kuttirdim. Mayli endi, men deyman endi davlat ishi har doimgidek shu muammolar 3-10lardami. Undan ham keyinroq keldi. Boshqa brat keldi. Yozib oldi anaqa narsalarni. Yozib olmadi, o'zim yozdim. Qo'llarim bilan olib ketdim, nimalar bo'lganlarini hammasini yozdim. Keyin короче bular men bilan suhbat qildi deb anaqa ham yozib berdim. Ana unga yozganim uchun ham yozdim. Nima edi? Ularga chiqqanim uchun ham yozdim. Shu bo'yicha ishladik tutasida. Shu 2-3 kunda bog'lanamiz dedi. Videolar tashlab berdi. Video registratordan videolarni olib qo'yganman, ularni ham tashlab berar ekanman. Xo'sh, nima? Shu keyin kutamiz ekan. Telegramdan tashlab qo'ydi shu nomerga dedi. Bo'ldi, Telegramga videolar tashlab qo'yaman endi. Men deymiz. Bo'lsa shu. Ha, voqealar rivojini ko'ramiz. Bilmayman, aka o'zi bilan gaplashsam yaxshi edi. O'sha. Mayli, yaxshilikka. Qancha vaqt bo'ldi? Video olyapti ekan, olyapti do'stlar, qo'rqmaymiz, o'zimiz bosamiz, video olyapti. Do'stlar emas, qarindoshlarim, qadrdonlarim. Shu, bu men Ozodbek.